Fubak Air 140 svarishli apparat. Bu apparat haqida nima deymiz? Bu apparat legendarniy zo'r apparat. 140 amperli invertor MMA Air Fubak apparat zo'r apparat. Qaranglar. Men mashinasini sizdan ham уже bilib beraman. Bu bekorga qo'yilmagan bu narsa. Apparat moshniy do'stlar mana. Bu apparat hozir remontini qildim. Chiroyli tarzda. YouTube kanalimizga o'tib ko'rsalaring, buni obzori bor. Obzorni to'liq qo'yganman. Apparat moshniy. Fubak Air 200 ko'radigan bo'lsak, qaranglar mana. Parametrlari 3.2 ligacha, to'ppa-to'g'ri 3.2 ligacha tortadi. Elektrod 4-5 xato, lekin buni расчетini, точный расчетini qilgan. Xitoylikda masalan 6 lik, 8 lik, 10 lik, 20 lik yozib beradi. Xitoy endi. O'zi asli hammasini ichki konstruksiyasi Xitoy bo'ladi, lekin sifatiga qarab ko'rasizmi, bu yerda yolg'on ketmayapti, to'g'ri ketyapti. 140 amper. O'zi hamma svarishli invertorlar postoyanka bo'ladi, ko'ryapsizlar? Bu postoyanka degani переменка bo'lmaydi. Faqat argon dugovoy, argon svarka apparatda, argonda переменni chiqish bo'ladi, ya'ni alyuminlar, rangli metallar bilan ishlash uchun переменni chiqadi, invertor tizimi bo'ladi. Lekin hamma svarishli invertorlar bular chiqish postoyanka chiqadi.